Ko'pchilik Tailandda dam olish qimmat deb o'ylar ekan. 10 kun Tailandda dam olish men va ikkita o'rtog'imga qanchaga tushdi? Sizlar hisoblab turinglar, men hammasini aytib beraman. Umumiy 3 kishi $350 dan garachi tur sotib oldik. Mehmonxona, transfer, zavtriklari bor. Halol ovqat topish muammo bo'lishini oldindan bilib, bagajimizga 1 million so'mlik qazi va kolbasalar sovg'andik. Lekin 10 kun ichida kolbasadan zerikib 4-5 marta turkcha va o'zbekcha restoranlarga kirib ovqatlandik. Har kirganda kishi boshiga taxminan $12 dan tushdi. Endi ekskursiyalarni hisoblaymiz. Pxi oroliga $50, rafting $50, Similan oroliga sayohat $100, 10 kun taksida yurish kishi boshiga $60 dan tushdi. Mayda-chuda ichimliklarga esa $50 ketdi. Tailand qimmat joy emas, tekinga dam olsa bo'ladigan joylari ham ko'p. Misol uchun Maymunlar tepaligi, plyajlardan Karon Beach, Patong Beach yoki o'sha mashhur samolyotlar tepangizdan uchib o'tadigan Mai Khao plyaj. Jami hisobda tur paketdan tashqari 10 kun dam olish taxminan kishi boshiga $370 dan tushdi. Aniqini hisoblab berganim uchun bitta like bosib eslardan chiqmasin. Xullas 3 ta o'rtoq taxminan $700 dan pul yig'sa, Tailandga borib yaxshigina dam olib kelsa bo'ladi. Videoni o'sha birga bormoqchi bo'lgan do'stingizga tashab qo'ying. Menimcha shunaqa manzarada 10 kun dam olish kishi boshiga $700 dan arzisa kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.